5 ta kızım var. Elhamdülillah. 5 ta. Bir-biridan shirin. Bir-biridan shirin. Keliniz bilan turmush qurganiga 13 yil bo'ldi. Biron marta aytmadim, sen qiz tug'yapsan deb. Qiz bola nasl tarqatuvchi o'rni oladi. Otani aksini Alloh taolo qiz bolaga beradi. Bizlar o'g'il bola deymiz nasl tarqatuvchi, yo'q, qiz bola. Har kuni 12 ta farishta yerga tushib qiz bor xonadonga kelib 3 tasi istig'for aytar ekan ota-onasiga gunohlarni kechirish uchun. 3 tasi davlat tilar ekan o'sha darxonaga. 3 tasi jannat. 3 tasi ofiyat. Bundan ortiq baxt bormi?